Yakkasaroy City Mall turar joy majmuasiga kelganmiz. 3 xonali 75 kvadrat metrga tushgan xonadonimiz tayyor bo'ldi. Bu yog'ini mehmonxona sifatida qoldirganmiz. Maxki zonasini ko'rishingiz mumkin. 65 talik televizorlarni o'rnatib, dizaynerskiy remontda tayyor qilib qo'ydik. Aynan kvartira bor obunachilar uchun bu xonadonimizni $119,000 deb belgiladik. Xo'p, oshxona qismini ko'rishingiz mumkin. Sifatli kuxonniy mebellarni o'rnatib qo'yganmiz, chiroyli qilib mana bu joyda Hoffman texnikalarigacha o'rnatib berganmiz va skriti xolodilniklarni ham ko'rishingiz mumkin. Shundoqqina yo'lda yuzida joylashgan avtosalonda ro'parasi joylashuvga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana bu joyda esa ikkita yotoqxonamiz joylashgan. Xo'p, bu yoqda detskiy yotoqxonani ko'rishingiz mumkin. Ikkita bolajonlar uchun alohida adinarning kravatlarni qo'yib qo'yganmiz va mana bu joyda esa kattalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Bunda ham barcha sharoitlari tayyor holatda, konditsioner, televizor, to'q spanli shkaflarni ham o'zingiz e'tibor qilib qo'yasizlar dizayniga. Xo'p, mana bu joyda esa koridorimizni ko'rishingiz mumkin. Xuddi ayollarimiz xohlagandek chiroyli qilib qo'yganmiz. Skrit eshiklar bilan shkaflarning kengligini ko'rishingiz mumkin. Joylashuvi juda keng, hamma narsa sig'ib ketadi. Va mana bu joyda esa общий sanuzelimiz joylashgan. Juda ham chiroyli remontda bitgan. Mana bu yoqda dushovni qilib qo'yganmiz. Xo'p, xonadonimizda 9 qavatli binoning 4-qavatida joylashgan 75 kvadrat metrni tashkil qiladi. $119,000 so'ralyapti, kelishadigan joylari bor.